mavzuda sizlar bilan qizil o'ngach kasalliklari davom ettiramiz. Qizil o'ngach kasalliklaridan qizil o'ngachda diafragmal aksial churasi to'g'risida ma'lumot olib ketishimiz kerak. Bu kasallik kamroq uchraydi-yu, lekin vaqti kelganda shu kasallikni ko'rib ketishimiz kerak. Birinchi navbatda biz normal holatni ko'rib olishimiz kerak. Mana qizil o'ngach, oshqozon hamda uni barmoqlashga boshlanadi. Mana yerda diafragma bor. Normal holatda bu qizil o'ngach hamda oshqozonning boshlang'ich qismi. Qizil o'ngach va oshqozonni diafragma orqali ajratib turiladi. Endi qizil o'ngachning aksial churasida diafragma oladigan bo'lsak, mana qizil o'ngach kelyapti, mana qizil o'ngach. Oshqozonning ma'lum bir qismi tepaga yuqoriga yo'nalyapti. Qizil o'ngachning diafragma aksial churasida oshqozonning ma'lum bir qismi diafragmadan tepaga yuqoriga yo'naladi. Biz shu holatga diafragma aksial chura deb ataladi. Endi bu qachon bo'ladi? Keltirib chiqaruvchi sabablari nima? Buni keltirib chiqaruvchi sabablarini bir qancha omillar berilgan. Masalan, qizil o'ngachda hipomatoz diskineziyalari, reflyuks ezofagitlar, bo'lmasam qorin bo'shlig'ining ichki bosimini oshishi, shunga o'xshagan bir qancha omillar keltirib o'tilgan, keltirib chiqaruvchi sabablar. Endi bu qizil o'ngach diafragmal aksial churasida klinikasida nimalar bo'ladi? Qanaqa shikoyatlar bo'ladi? Shuni bilishimiz kerak. Klinikasida ko'proq ovqat o'tish qiyinlashuvi, yo bo'lmasa ovqat yegandan keyin qaytib borish holatlari, yo bo'lmasa og'riqlar, ovqat yeganda og'riqlar, yo bo'lmasa qanaqadir yig'ilib qaynashi, kekirish, dag'da bo'lish, shunga o'xshagan klinik belgilar bilan yuzaga keladi. Endi biz buni aniqlashimiz IGDS tekshiruv orqali aniqlanadi. IGDS ya'ni fibrogastroduodenoskopiya yo bo'lmasa videogastroduodenoskopiya tekshiruv orqali ko'rib aniqlashimiz mumkin. Endi bu IGDS tekshiruvida qanday? Ya'ni qizil o'ngachning distal qismida Z liniya bo'ladi, ya'ni kardial qismini oldida Z liniya bo'ladi. Shu Z liniyani joylashiga qarab turib biz aniqlashimiz mumkin endoskopik tekshiruv orqali. Bundan tashqari MRT tekshiruvlari o'tkaziladi. MRT tekshiruvlarida ham aniq razmerini ko'rsatib o'tish mumkin.